Alif, lam, mim. Siz bu harf birikmalarini ko'p marta o'qigan bo'lishingiz mumkin, lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu harflarning ma'nosi nima? Bugungi kundagi eng yirik ulamolar ham Alloh biladi degan to'xtamdan nariga borishmagan. Ammo ba'zilari aytishadiki, bu harflar Qur'onning mo'jizaligini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh taolo Qur'onni shunday harflarda nozil qilgan, lekin boshqa hech kim mana shu harflardan foydalanib Qur'oni Karimning bir oyatiga o'xshash biror bir oyatni keltira olmaydi. Ba'zilar aytishadiki, bu suralarning qisqacha nomlari. Yana ba'zilar aytishadiki, bu Alloh va uning rasuli o'rtasidagi sirdir. Qaysi fikr to'g'ri, vallohu alam, biz buni aniq bilmaymiz. Lekin bir narsa aniqki, bu harflar Qur'oni Karimda bor va biz uni to'g'ri talaffuz, to'g'ri tilovat qilishimiz kerak. Biz mana shu yerdan boshlaymiz. Muqattoat harflarni qanday o'qiymiz, qanday to'g'ri o'qiymiz, ularda qanday matlar bor, ularda qanday qoidalar bor, barchasini bugun o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muqattoat harflarini to'g'ri o'qish uchun umumiy ikki jihatga alohida e'tibor beramiz. Birinchisi muqattoat harflaridagi matlar. Ya'ni muqattoat harflari, harf birikmalaridagi ba'zi harflarda umuman mat yo'q. Ba'zi harflar 2 harakat cho'ziladi. Ba'zilari 6 harakat, ba'zilari 4 yoki 6 harakat cho'ziladi. Nega unday cho'zilyapti va qaysi harflar qancha cho'ziladi? Shularni qarab chiqishimiz kerak. Ikkinchisi, ularda tajvid qoidalari qo'llaniladi. Muqattoat harflarini ismlarini yoyadigan bo'lsak, ba'zi bir sukunli harflarga tegishli bo'lgan qoidalar qo'llaniladi. Mana shularni o'rganib chiqishimiz kerak. Birinchisi, muqattoat harflaridagi matlar. Birinchi guruh harflar 2 harakat cho'ziladigan muqattoat harflari. Ularning soni 5 ta. Bularning ismlarini yoyadigan bo'lsak, ismlarida mat tabiiylar borligini ko'ramiz. Va bu harflardan qaysilari muqattoat harflari sifatida kelsa, ularni 2 harakat cho'zib o'qiymiz. Misol, Toha surasining 1-oyatida to va ha harflari o'zaro birikkan. Biz bu ikkisini ham 2 harakatdan cho'zib Toha deb o'qiymiz. Ikkinchi guruh 6 harakat cho'ziladigan harflar. Ushbu harflar muqattoat harflari sifatida kelganida, ularning ismlaridagi matlarni 6 harakat cho'zib o'qiymiz. Nega aynan 6 harakat cho'zamiz? Buni aniqlash uchun ushbu harflarni ismlarini yoyib ko'rishimiz kerak. Agar ismlarni yoyadigan bo'lsak, har birining ismida 6 harakat cho'ziladigan maddi lozimlar borligini ko'ramiz. Misol, lam hamda mim. Mim undoshida mad harfi bo'lgan yadan so'ng asli sukunli harf, asli sukunli mim kelyapti. Agar mad harfidan so'ng asli sukunli harf keladigan bo'lsa, bu mad lozim hisoblanadi va bu 6 harakat cho'zib o'qiladi. Alif, lam, mim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. 6 harakat cho'ziladigan harflarni 2 harakat cho'ziladigan harflardan ajratib olish uchun ularning ustiga mat belgisi yoziladi. Biz buni barcha muqattoat harflarda ko'rishimiz mumkin. Xullas, 2 harakat cho'zilmaydigan muqattoat harflarning ustiga mat belgisi yoziladi va biz ularni 6 harakatdan cho'zib o'qishimiz mumkin. Muqattoat harflarining ichida 2 ta harf bor, bular alohida ajralib turadi. Birinchisi alif, ikkinchisi ayn. Alifning ismida hech qanday mat yo'q. Biz buni har doim alif deb o'qib ketamiz. Ayn ismini yoyadigan bo'lsak,
lin harfi bo'lgan yadan so'ng asli sukunli harf kelyapti. Bu ikkisining yo'liqishi madlin lozim degan matni yuzaga chiqaradi. Va biz bu yerdagi yani nafaqat 6 harakat, balki 4 harakat ham cho'zib o'qishimiz mumkin. Madlin lozim degan mat ta'kidlash joizki faqatgina ayin degan so'zdagina uchraydi xolos. Biz bu haqida matlar haqidagi darsimizda alohida to'xtalganmiz. Muqattaot harflarini to'g'ri o'qishdagi birinchi jihat, ya'ni ulardagi matlarni o'rganib bo'ldik. Endi muqattaot harflarini to'g'ri o'qishdagi ikkinchi jihat, ulardagi tajvid qoidalarini qarab chiqsak. Ulardagi tajvid qoidalari ikki xil turli bo'ladi. Birinchisi idg'om, ikkinchisi ixfo. Misol tariqasida ushbu muqattaot harflari birikmasini olamiz va buni ismlarini yoyamiz. To, sin, mim. Sin so'zidagi sukunli nunga mim harfi yo'liqyapti. Sukunli nun va tanvin qoidalaridan ma'lumki, agar sukunli nunga mim yo'liqadigan bo'lsa, nun o'qilmaydi, mim o'qiladi va mimni biz g'unna bilan cho'zib o'qiymiz. Shuning uchun buning o'qilishi to, sim, mim singari. Yoki yana bir misol, kaf, ha, ya, ayn, sod. Bularni ham ismlarni yoyaylik. Ayn degandagi nunni soddagi ixfosi bor va nunning soddagi ixfosini u yerda qo'llab g'unna bilan o'qiymiz. Kaf, ha, ya, ayn, sod. Ayn, sin, qof ismlarini yoyaylik. Ayn so'zdagi sukunli nun singa yo'liqyapti. Nunning sindagi ixfosi bor. Sin so'zdagi sukunli nun qofga yo'liqyapti. Bu yerda ham ixfo bor. Sukunli nunning qofdagi ixfosi. Va bu ixfolarni amalga oshirib o'qiymiz. Ayn, sin, qof. Muqattaot harflaridagi madlarni va ularda qo'llaniladigan tajvid qoidalarini o'rganib chiqdik. Endi amaliy jihatdan ba'zi bir muqattaot harflarini qanday o'qilishini qarab chiqaylik. To, sim, mim. Alif, lam, mim, ra. Qaf, kaf, ha, ya, ayn, sod. Ayn, sin, qof. Video darsimiz shu yerda yakunlandi. O'ylaymanki, bu mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi. Qanaqadir mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, videoning izohlar qismida yozib qoldirishlaringiz mumkin. Xayr. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.